Rabiya ismining ma'nosi. Ushbu Rabiya ismi asosan qiz bolalarga qo'yiladi va bu ism arabcha bo'lib, quyidagi ma'nolarga ega. Ma'nosi to'rtinchi bo'lib tug'ilgan qiz. Ba'zi talqinlarda martabasi yuqori, ulug' ayol deb ham izohlanadi. Ismning eng mashhuri Rabiya al-Adaviya, islom tarixidagi buyuk, taqvodor va donishmand ayol nomi bilan bog'liq. Shu sababli bu ism poklik, sabr, kuchli iymon ramzi sifatida ham qabul qilinadi.